yasalgan sirliq mashina. Şavtavuzı məktəbə kelib ko'ngli ko'tarilib qoladi. Bütün zehnini o'rganishga qaratadi. Texi imtihonda 100 numar oladi. Ammo obro'yparast savoddoshi Linbey imtihondan o'tolmay muallimdan til anglaydi. Linbey buningdan pek izoh tortadi. 1100likning suiqasdi yana yo'q chiqadi. 1100lik G'alati doktorning uyini setib yetadi. Uy makonsiz qolgan G'alati doktor ochchig'ida 1100lik bilan zakonlashmoqchi bo'ladi. Asli 1100lik o pul bilan yana bir suiqasdini amalga oshirmoqchi bo'lgan edi. Qara. Voy Tangrim. Qandaq, bu men necha oylik yurakkenimni sarf qilib yasab chiqqan qangizakdan yasalgan mashina. Mashina butunlay kampitdan qurashtirilgan. Aynak derizlari navatdan yasalgan. Mashina sirtiga so'zilma kampit, gül sızıqlarga kumush rangli kola kampit ishiltilgan. Chaqi shokoladdan yasalgan. Mashinaning usti xam qaymoq bilan bezalgan. Yana xilma-xil qangizaklar tizilgan. Eng muhimi, bu mashinaga har xil o'yinchiqlar saplangan. Asabiy qo'sh, o'simlik jasad urish qatorli o'yinlarning hammasi bor. Balalar ko'ngli taqqanni yelaydi, qangacha o'ynayalaydi. Boshqa yer berishning hojati yo'q. Buni sanoat tarixidagi bir mo'jiza deyishga bo'ladi. Tecrübehanamni setib etib, mushu o'yinchiqni yasab chiqdingmi? O'lgur. Shunda men mushu qangizakda yasalgan mashina orqali qalb makinini tutmoqchi. Mushding bilanmi? Shunda qalb makinining ojizligi o'tiga bala. O'ylab baq. Bunda hashamatli qangizak mashinaning iziq turishiga qaysi bola bardoshlik bera oladi? O'yin qangizak orqali ularni kulgiyoqdan, ota-onasidan jiroqlashtirman. Albatta, qalb makinidan jiroqlashadi. O chaqda. To'g'ri. Bu amal qolsizgan. Senimishqa o'zingning uyini sotmay, mening qiyofatimga kirib edib, uyimni setib etsan. Uyimni qaytarib kasbimiz uchun seni qurbonlik qildim. Bundan keyin menikida tur. Bu gaping joyida. Çakçılar! Qangizakda yasalgan mashina keldi! Nima degan chiroyli mashina bu? Chechaklardagi qangizakdan yasalgan uydek lekin. Uningda ayol perxon yo'qdi. Çakçılar, sizlar qangizakka omroqmi? Omroq, pek omroq. Men kampitga shokoladga omroq. Lekin opam menga kampitni jiq-jigini qo'ymaydi. Kampitni jiq yesa tishni qurt yeydi. Ata-onalar sizlarga kampit ip berishga chidamay, shundoq deb qo'rqitib qo'yibdi. Sizlar atdiganda bir vaqt, kechda bir vaqt tishinglarni cho'tkalaydiga tursanglar, qanday qurt yeydi, to'g'rimi? Bu yerda dunyodagi eng tamli shokolad, xilma-xil qangizaklar bor. Uningdan boshqa har xil tort, qaymoqli tuxum turmali barangi yaproqchalari bor. Yaxshiligi yaxshikan, lekin bizda og'dek pul yo'q-da. Pul? Pul olmayman. Qangizak mashinasiga hamma narsa haqsiz. Shunda qolgan yeysizlar. Biroq talab shuki, cho'qim o'yin o'yiniga yeyishinglar kerak.
Qadaq. Bo'lamdi. Oyun oynagılı mı bolamda? Albatta. Xilma-xil o'yinchiqlar bor. Qong'icha o'ynaysizlar. Qancha uzun o'ynasanglar, shuncha jiq qangizak yeyalasizlar. Qangizak mashinasidagi hamma narsa haqsiz. Bu mening arzoyimdagi jannatkan go. Qilib muakili, mahallik bir qand gezak mashinasi ketdi. Bolalarga qand gezaklarni haqsiz berib o'yin o'ynag'ini qo'yib ekan. Bolalar uyga ketmaydigan bo'lyapti. Qo'sig'im oshmidi, yegim yo'q. Rostla gelimden ötmeyvatdı. Opa, qo'sig'im og'riyapti. Maktabga borg'im yo'q. Mening tort yegim kelyapti. Yana o'yin o'ynag'im bor. Qand gezak mashinasida yetib qolsak qanday yaxshi bo'ladi-ya? Qalb muakili, cho'qim bir amal qil. Takslar, qangizakdan yasalgan mashina keldi. Qani kelinglar, yangi o'yin. Qangizaklar keltirildi. Kelinglar. Şaltazı! Şaltazı, çataq bo'ldi. Qalb muakili hushidan ketdi. Oğul gözümü aç oğul. Şaltazı keldinmi? Nimişki bundak bo'lib qolding? Çünkü sen kunda tuzuk tomoq yemayotsan. Qo'sig'im oshmidi, yegim yo'q. Ya chiniqmidim. Shunga salomatligingning nochorlashiga erishib, meningmi tenim ojizlab ketdi. Salomatligimning nochorlab ketganini o'zim ajab sezmadim-ku. Hozir har kuni darsda ruhsiz o'tiryapamsan. Tomoq yegim kelmayotganda, mana bular salomatligingning nochorligining ifodasi. Xotiriga qarasangla bilasan. Uşaq düşək narsalarni jiqqiroq yeb, o'yin o'ynaganga unchilikmi bo'lib ketmas? Agar qand gezak mashinasiga ko'nib olsang, keyin qanday bo'lib qoladiganingni bilging bormi?